Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir navbatdagi 100 kilovatli quyosh paneli stansiya bor ekan, bitta o'rnatilgan on-grid fermer xo'jaligi uchun. Mana shu transformatori 160 10 kilovatga ishlaydigan transformator. Bu yerda artizanni shitlari turibdi. Yoki hozir kirishda nimasi yo'q ekan, kiramiz. Ertaga o'zi imkon qilib. Xo'p, bu yerda xatolar ketgan. Mana birinchi xato. Endi mana shu panelga garantiya yo'q. Kim o'rnatgan bo'lsa ham, qanaqa o'rnatgan bo'lsa ham garantiya yo'q. Eradigan panel ekan. Era solardi panellar ekan. Necha vatli ekan? 625 li era solardi panellar ekan. Mana shu panellarga mana shu yerda nechta o'rnatilgan bo'lsa, birortasiga garantiya yo'q. Bundan tashqari panelda deformatsiya bo'lgan. Gradus 18 gradus ekan, qiyaligi 18 gradus bo'lganini hisobiga panellar deformatsiya bo'lgan, belidan egilgan. Mana endi baho beriladi. To'rga 35 mi, 50 mi? AVVga kabel 100 kilovatli daya qo'yishibdi. Bu daya inverter. Kun davomida mana hozir 16:00 shundan o'tayotgan bo'lsa, xo'p, o'zini sovutib to'xtadi. Ko'rishlaringiz mumkin, 442 kilovat beribdi. Mana endi mana shitga quloq solinglar. Bu shitni ochgani ham qo'rqadi odam, sababi sirt-sirt qilib ovoz chiqyapti. İçlerini ko'ringlar. Panelda ham mana o'zini konnektorlarni bo'shatib qo'yishgan. Ikkita gruppani konnektori berib ketgan. Mana shu holat. Bundan aparasi 1 yildan oshdi mana. Mana shunaqa fermer xo'jaligiga biz Powersanda ishlab yurgan paytimda yaxshi taklif berganmiz. Ulardan arzon taklif ham berganmiz. Lekin bular Farg'ona mana shu nomini aytmay qo'yay, shu bankdagilar, shu Farg'onada quyosh panel qo'yadigan ayrim tadbirkorlar bilan o'zaro kelishuv asosida kelishib, fermerlardan aldashib mana shu holatga olib kelishgan. Endi bu quyosh panel oyiga hisob bo'yicha 16 million, ya'ni 16.000 kilovat. Hop, 880 so'mdan bo'lsa, pulni to'lash kerak. Bu 5 million, 6 million to'layapti bundan. Ko'p to'lagan yo'q. Nasos ishlamasa to'layapti. Agar nasos ishlasa, o'sha 5 million, 6 million pulni ham to'lanmayapti. Hozir nasos ishlab turibdi. Ya'ni bugungi chiqargan elektr energiyasi 100 ga 100 nasosga ishlab ketgan. Endi bu videoda olishdan maqsad nima? Ko'pchilik arzon qilib bering, arzon bitkazib bering deydi. Arzon bitkazilgan joylar shunaqa bo'ladi. O'zi bu joy biz taklif qilgan narxdan ham qimmatga bitkazib bergan bitta. Hali firmani ishini ko'rmasdan, bilmasdan turib bir fikr chiqarib bizga bir yomon munosabat qilishgan. Mana endi chestotni qo'yib bering, o'zini to'g'rilab bering deb chaqirishdi. Kelib ko'rdik, ahvol shunaqa. Yaxshi ko'rinish uchun nima qo'yapman. 1.70 ko'tarilganda panelda. O'sha orqa tomoni mana shu joyi. Yerdan 1.70 ko'tarilgan. Bag'i 50 sm ko'tarilgan. O'zi ana shu 3,5 metr ko'tarilishi kerak.
hozir ko'rsatgan 1.70 degan joydan 3,5 metr ko'tarilishi kerak. Mana ora 2 metr 1.80 ochilgan. Bu 7,5 metr ochilishi kerak. Panel ikki qator qo'yilgandan keyin. Mana endi o'zlaring ko'rib xulosa qilaverasizlar. Kim ishi qanaqa, kim qanaqa ish qilyapti. Fermer aytyapti, hozir gaplashdi. Videoga chiqmadi. Mana shu joyda yo'lda bo'yigacha u yerda yo'l ham bor-da, mashina yo'li. Yo'lda bo'yigacha bo'lsa ham men rozi edim deyapti, lekin nimadir ozgina joy. Nimaga joy tejashgan bilan, nima qilishgan? Temirdan ekonom qilishgan birinchi o'rinda, arzon narsadan. Kabellardan ekonom qilishgan. 2000 farqi turadi. Shu PV kabel bilan oddiy PVC kabelda farqi 2000 turadi. Avtomat 1-2 dollar turadi farqi. Lekin yonib ketmaydigan sifatli detallar bo'ladi. Endi o'ylab ko'ringlar, bu hozir Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanidagi ahvol. Bitta shu Farg'ona tumanida olgan fermerlar shunaqa qilgan. Endi qolgan tumanlarda qanaqa men bilmadim. Lekin shu bizning tumandagi ahvol shu. Salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Har doim tanlov qilayotganda adashmaydi. Palonchi mashinist va bu desa, qilgan ishlarini, qilgan joylarini borib ko'ringlar. O'sha mashinist deyotgan odamni gapiga ishonmasdan borib ko'ringlar. Mana shunaqa ishlar qilingan bo'lsa, yaqinlashmay qo'yinglar. Endi men mana shu mashinist va bu firmaga ishonma deyishgan, o'sha paytda men olib borib ko'rsatganman. Fermerlar ham ishongan, lekin u qilib bu qilib yurib fermerlarda aldashib shunaqa nima qilishgan. Hozir 5 yilga krediti bor ekan. Endi buni oyma-oy topish kerak. Lekin buni foydasini ko'rib turibsizlar. Bo'lsa oyiga 1 million, 1,5 million ortiqcha pul chiqadi. Undan boshqa pul chiqmaydi. Ashitda 35 kilovatli nasos ishlab turibdi. Ash ishlab tursa shuncha 1 million, 1,5 million pul chiqadi. Agar bu to'g'ri qilib o'rnatilganda bu 35 kilovatli nasos 100 kilovatli quyosh panel stansiyasining 3dan 1 energiyasini oladi. Undan boshqa energiya olmaydi. Fermer foydada bo'lar edi. Majbur endi zararda.